Salom do'stlar. Siz bilan yana UZ Sport kanali. Bugun biz sizlarga noyabr oyining eng kutilayotgan janglaridan biri haqida so'z yuritamiz. Gap o'zbek bokschisi, xalqning faxri Shahram G'iyosov haqida. Noyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Lift Promotions tashkilotining yirik boks kechasida Shahram G'iyosov rusiyalik tajribali bokschi Mark Urvanov bilan to'qnashadi. G'iyosov professional ringda mag'lubiyat nimaligini bilmagan jangchi. Uning rekordi 17 g'alaba va 0 mag'lubiyat. Ulardan 10tasi nokaut bilan yakunlangan. Wonderboy laqabi bilan tanilgan Shahram o'ziga xos tezlik, aniqlik va aql bilan jang qiladigan bokschi. U nafaqat texnik, balki ruhiy jihatdan ham pishgan sportchi. Endi u o'z yurtida, o'z muxlislari qarshisida ringga chiqadi. Bu esa unga 2 barobar kuch va ishonch beradi. Uning raqibi Mark Urvanov, Rossiya boksi vakili, tajribali jangchi. Professional ringda 25 beg'alaba, 4 mag'lubiyat va 2 durang natijaga ega. Urvanov qarshi zarbalarni aniq qo'llaydigan, katta ring tajribasiga ega bokschi. Shahram uchun bu oson jang bo'lmaydi, ammo bu uning kuchini yana bir bor dunyoga ko'rsatish imkonidir. Bu jang o'zbek boksi uchun katta sinov. Shahram G'iyosov bu g'alaba bilan nafaqat rekordini mustahkamlaydi, balki xalqaro reytingda ham yuqoriga ko'tariladi. Do'stlar, jangni to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, bizning UZ Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Eng so'nggi sport yangiliklari, jonli efirlar va eksklyuziv videolar faqat shu yerda. Loyihamizni qo'llab-quvvatlang, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling.